Assalomu alaykum, Quyoshi yurtning qalbi qash insonlari. Yaxshimisizlar? Bizga Buxoro viloyati Kogon tumanidagi Saidjon Nazirjon hamda Diyor fermer xo'jaliklaridan murojaat kelib tushdi. Ular klasterdan topshirgan pullarini, paxtaga topshirgan paxta pullarini ololmayotganligi haqida bizga murojaat qildi. Hozir ularning o'zlarining gaplarini eshitasizlar. Assalomu alaykum. Men Saidjon Nazirjon fermer xo'jaligining rahbari To'rayev Nazir bo'laman. 2024-yil, 2025-yillar hosilini paxtasini bahor change klasterga topshirganmiz. Hozirgi kunda hisob-kitob bo'yicha 2 milliard 700 bahor change qarzdorligi mavjud. Shu pullarni soliqqa, paxta kreditiga, bank kreditiga, lizingdan, ish haqidan qarzlarimiz bor. Shularni olib berishingizni, yordam berishingizni so'rayman. Assalomu alaykum. Men Elyor fermer xo'jaligining rahbari Yodgor Beliyor 24-25-yillarga bahor change klasterga paxta topshirdik. Shuni pulini ololmay yuribmiz hozirgacha. 1,5 milliard qarzdorligi bor bahor change'da bizlardan. Hamma yoqdan qarz bo'lib ketamiz o'zimiz ham. Lizinglardan qarz, yaxshi niyat qilib texnikalar olgandik, olib ketamiz deb kelyapti lizinglar. Shunga pul olishimizga yordam beringlar bizga. Mana hozir sizlar fermerlarning so'zlarini eshitdilaring, tingladlaring. Qani fermerlarning so'zlari qanchalik qonunga asoslantirilgan ekan? Ushbu holatlar bo'lsa, biz advokatga yuzlandik. Assalomu alaykum. Mana bu hozirgi Elyor fermer xo'jaligi hamda Saidjon Nazirjon fermer xo'jaliklarini ishlari bo'yicha men o'zim shaxsan qatnashganman, ulardan xabardorman. Mana shu klaster, yana bahor change tekstil MCG Qorako'l tuman iqtisodiyotning 11-avgustdagi 2025-yil 1-avgustdagi hal qilib qarorlar bankrot deb topilgan. Endi to'lovgoh bilan to'g'risida qonunning 144-moddasiga asosida korxona bankrot deb topilgandan keyin sud boshqaruvchisi tayinlanadi. Bunga sud boshqaruvchisi tayinlangan Rustam degan sud boshqaruvchisiga to'lov o'sha oldingi rahbariyati vakolati o'tadi. 3 kun ichiga yana o'sha to'lov muhri, shtampasi, buxgalteriya hujjatlari va moddiy va boshqa qimmatliklari to'liq topshirilishi kerak sud boshqaruvchisiga. Ya'ni to'lov boshqaruv sud boshqaruvchisiga o'tib, oldingi rahbarini vakolati tugatiladi. 11-avgustga tugatilgan vakolat. Mana hozirgi yana bir narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, hozirgi qarzdorlik fermer xo'jaligi 2024-25-yillarning hosilidan kelib chiqqan. 25-yil hosiliga to'xtaladigan bo'lsak, avgustdan keyin topshiriladi hosil. Ya'ni bu sud boshqaruvchisi qabul qilib olish kerak edi 2025-yil hosilini. Bu 2025-yil hosilini ham o'zi oldingi o'sha o'zining vakolat tugatilgan Murodov Hasan qabul qilib olgan vakolati bo'lmasa-da va hozirgacha hammasini sotib kelgan. Korxonani muhr shtampalarini, bank hisob raqamlarini hech narsadan ma'lumot ham bermasdan, buxgalteriya hujjatlarini topshirmasdan o'zining vakolati bo'lmasa-da shu vaqtgacha milliard oborot qilib kelgan. Shuning evaziga mana hozirgi kungacha bir so'm pul olib bilmay turibdi mana shu fermer xo'jaliklar. Mana men qo'limga o'sha sud boshqaruvchisini 15-dekabrga Buxoro viloyat prokuroriga, 11-dekabrga Qorako'l tuman iqtisodiy sudiga yo'llagan xati bu. Men chunki bir necha marta chiqdim sud boshqaruvchisi nima sababdan san hisobot bermayapsan, chunki sud boshqaruvchisi kreditorlar oldida hisobdor hisoblanadi. Kreditorlarni yig'ilish o'tkazib, kreditorlarga hisob berish kerak u korxonaning faoliyati haqida. Shunga mana shu xatidan menga nusxa berdi. Mana shu xatida keltirilgan narsalarni o'qib beraman. Sud boshqaruvchisi tomonidan sud qaroriga asosan bahor change tekstil MCG mansabdoriga tegishli tarafga xabarnoma berilgan bo'lsa-da, sud qarorini ijro qilayotgan sud boshqaruvchisi qonun talabini bajarishdan bosh tortib, jamiyat muhr shtampini qolaversa moliya xo'jalik holatini tahlil qilish uchun tegishli tartibda jamiyat buxgalteriya boshqa hujjatlarni shu bilan jamiyat mol-mulkini topshirmasdan jamiyatga zarar yetkazib kelmoqda. Jamiyat sobiq rahbarining g'ayriqonuniy harakatlarini
yashirish maqsadida sud boshqaruvchi tomonidan jamiyatning Agrobank huddiy filialida mavjud barcha hisob raqam to'g'risidagi ma'lumot bir necha marotaba xat orqali bilan so'ralganga bo'lsa-da, qasddan tegishli tartibda sud qarorini ijro qilishga xalaqit qilib kelmoqda. Baholovchining tegishli MChJ sobiq rahbari va Agrobank Buxoro huddiy filiali g'ayriqonuniy xatti-harakatlar amalga oshirgan holda vakolati bo'lmasa-da g'ayriqonuniy tarzda shartnomalar tuzish, Vazirlar Mahkamasi 522-sonli qarorgohida elektron hisob fakturalar tuzish orqali bankrot jamiyatning qarzdorligini oshirish, kreditlar qonun bilan talablarini buzib, qonunga zid ravishda bank tomonidan fermer xo'jaliklar tomonidan shartnomalarga asosida topshirilgan paxta hosilini turli tashkilotlarga olib chiqarib sotib kelmoqda. Endi bu yerga savol tug'iladi. U avgustdan bezin vakolati doirasidan chetga chiqib, vakolati umuman bo'lmasa-da, o'ziga o'zi vakolatni olib shuncha milliard oborot qilibdi. Yana bunga bank nima uchun yo'l ochib beribdi? Sud boshqaruvchisi tayinlangandan keyin bankka xat berdim, bankda hisob raqamlarini to'xtatdim deyapti. Bank nima sababdan milliard so'mni vakolati yo'q odamni muhri bilan imzosi bilan o'tkazgan. Vakolat tugatilgan Murod Hasanni. Nima uchun bank milliard pulni hisob raqamidan ko'chirib bergan? Bu juda jiddiy masala. Bu yerga hozir men aytgan ikkita fermer xo'jaligi, klaster bilasizlar, bu ikkita emas, bir nechta fermer xo'jaliklari bor. Shu uchun bu narsaga men o'ylayman, tegishli tashkilotda juda jiddiy ahamiyat berish shart, chunki mana shu Elyor hamda Saidjon Nazirjon fermer xo'jaliklari bankrot arafasida turibdi emas. Agar buni olib bilmasa 100%, 100% bankrot bilan. Chunki 2026-yil hosilini ekib bilmaydi. Bankdan olgan kreditlarni oldin 2025-2024 hosil uchun olgan kreditlarini uzgan emas. Ya'ni 2026-yil bank kredit bermaydi. Chunki olgan kreditni paxtaga ishlatgan, paxtani hozirgi kunga olgan 1 so'm pulni bergan emas klaster. Qanday qilib u kreditni uzishi mumkin? Undan tashqari mana hozir fermerning aytishi bo'yicha bug'doyga ham o'g'it berganim yo'q deydi. Bug'doy ham bo'lmaydi deydi. Chunki pulsiz olib bo'lmaydi-ku bu narsalarni. 2 milliard 700 million bitta fermerning o'zidan qaz. Ikkinchisidan 1,5 milliard. Bu juda fermer uchun juda katta summa hisoblanadi bu. Shuning uchun bu narsaga juda jiddiy ahamiyat berish kerak. Buni balkim men tushundim, men o'ylaymanki, kimdir buni ataylab qo'yibdimi? Chunki kimdir bunga yo'l ochib bermasa, u qanday qilib bu bitta klasterdir vakolat tugatilgan rahbari shuncha milliard pulni bankdan chiqaradi o'zini vakolatiga kirmasa-da. Bu uchun javob berish kerak-ku. Oddiy holatlarga keltirilgan zarar uchun 100 million, 200 million uchun qancha biz advokat sifatida guvoh bo'lib turibmiz-ku, 100 millionga bormagan summaga 50 million uchun ham qamoq jazosi qo'yiladi. Bu yerga qanaqa milliard summani aylantirgan vakolatiga kirmasa-da. Qorako'l tumanaro iqtisodiy sudda hal qilib qarori qonuniy kuchda turibdi-ku, bekor qilingan emas. Buni qanday tushunish mumkin? Va vakolatsiz shuncha milliard so'mni aylantirish mumkin. Shuning uchun bunga jiddiy ahamiyat berish kerak deb o'ylayman. Biz bir narsaga hayron qoldik. Bu klasterni Murodov Hasan rahbari bo'lsa-da, uni o'rniga Murodov Husan, ya'ni ekizagi boshqaradi. Men ko'rib turib haqiqatan bir qoyil qolyapmanki, bu majlisga ham bir-biri boraversa kerak-da. Bu uni o'rniga bu o'rniga boraversa kerak. Lekin bu qonunlarimizni buzadi-ku. Ya'ni bu yerda manfaatlar to'qnashuv kelib chiqadi-ku. Men umid qilamanki, ushbu holatlar bo'yicha prokuratura o'zining so'zini aytadi. Biz prokuraturadan ushbu holatlar bo'yicha asosatli javob kutamiz.